taomnoma, food blogging, food vlogger bo'lish uchun birinchi galda oshxonani sevish kerak. Yog'ni hidi kelib qoladi, piyoz artmayman, sarimsoq artsam qo'lim sasiydi degan narsalar bo'lishi kerak emas. Menga har doim savol berishadi. Nimaga sizni videolaringizda qimmat qizil baliqlar, qimmat go'shtlar emas, oddiy narsalardan taom tayyorlaysiz deyishadi. Bilasizlarmi nimaga? Chunki oddiy inson muzlatgichini ochganda bor masalliqlardan narsa tayyorlashni xohlayman. Chunki videoda ko'rib turib, agar u muzlatgichingizda bo'lmasa, odamni jahli chiqishi mumkin. Shuning uchun har doim kerakli narsalardan, bor narsalardan taom tayyorlash kerak. Va birinchi galda tozalikka ahamiyat berish kerak, chunki taom tayyorlanadigan joy har doim toza bo'lishi kerak. Birinchi hamon tozalab, sizlar aytishingiz mumkin, hozir qanaqa ovqat tayyorlashdan oldin nima tozalash kerak? Baribir ham dabdala bo'ladi-ku. Bilasizlarmi? Bitta artinglar, bitta tozaladinglar. Bitta artinglar, bitta tozaladinglar. Mana shunaqa. Oyi. Yaxshimisan bolam? Nima qilganingiz bu? Tuzukmisan? Nima qildingiz hozir, oyi? Yopib qo'ydim. Nima yopasiz? Bu men hozir obunachilarim bilan gaplashib o'tiribman. Dars o'tyapman-ku, bilasizmi hozir? 40 ta odam eshitib o'tuvdik. Baqirma, o'zing bilan o'zing gaplashmasan deb o'ylabman. Nima kompyuter, to'g'rimi? Men shunga qarab gapiryapman-ku. Men tushunmayman u bolam. Nimaga tushunmaysiz? O'tgan gal menga ochib ber, men ham ko'raman deb YouTube'da narsa ko'rib o'tirdingiz. Nima tushunmaysiz? Baqirasan, oshxonada ishlar, tomin ketib qoldim deb o'yladim. Nima qilay endi? Tavba qil. Men o'qimagan odam bo'lsam, qayerdan bilaman sen kompyuteringni? Bunaqa texnik rivojlanib ketgan, o'rgatindan ko'ra menga ham kompyuter. Bunaqa paytda siz o'qimagan bo'lasiz. Bir narsa bo'lgan bo'lsa, men oliy ma'lumotim bor. Men bilan anaqa tortishma deysiz. Aldingman-da seni har zamonda. Nima bo'ladi endi? Nima deyman bularga? Menga qarang, och, o'sha teni ochib ber, men kechirim so'rayman. Boshimni egib, bunday qilib kechirim so'rayman. Voy. Bo'ldi. Nima bo'ldi? Och bolam, och. Jon bolam, meni kechirding, och. Bo'ldi. Yo'q, men kechirim so'rayman. Yo'q, bo'ldi. Yo'q, kechirim so'rayman. Onlayn trading dabdala bo'ldi. Endi meni betayin deyishadi. Odamlar ishonchini yo'qotdim men. Bu jami ijtimoiy tarmoqda shunchalik gapiradi, lekin onasi kelib meni kechir bolam, onayizoringni kechir. Voy, shu joyda oyi, iltimos, zvuk rejissyorlarga ta'mir bilan nay bo'lish kerak. Hozir ona meni kechir dedi. Men yomon badbaxt o'g'il, hokisor onasiz. Yo'q, meni rasmimni qo'yganda onayizorim kechirim so'radi deb qo'y. Bo'ldi oyi. Qo'ysa bo'ladi-yu. Bo'lmasa o'rgat menga ham. O'rgat, kompyuterni tushunmayman men, tushundingmi? Oyi, bo'pti. Qo'rqib ketdim bolam, yakka yolg'izimsan. Men nima kimga aytaman? Yana oshxonaga bor, o'sha yerda tomin ketib qoldi. Men nima qilaman? Oxirgi marta aytgan ko'ningizni olib bermadim, shunaqa yig'lavdingiz. Endi hozir mayli. Bo'pti, men ovqat tayyorlayman, yaxshi o'tiring. Ko'rdinglar meni? Qayerdan bilay? Men texnikani tushunmasam. O'lgur telefonini ham tushunmayman. Ba'zi menga принять qiling deydi. Принятini qayerdan bilaman men? Bir narsadan chiqarishadi menga to'nki. Nima bu? Apparat, texnika. Demak, hozirgi taomimiz juda ham oson. Buni bilasizlarmi? Tayyorlashga 30 daqiqa vaqtingiz ketadi. Bu uchun bizga tava kerak bo'ladi. Bizda wok, agar wok tavanglar bo'lmasa, oddiy tavada ham qilsanglar bo'ladi. Bu taomni yoshi katta va yoshi bolalarga ham tayyorlab bersanglar maza qilib yuborishadi. Juda ham mazali, to'yimli, kam xarj. Bizga nimalar kerak bo'ladi? Ya'ni vermishel kerak bo'ladi. Sarimsoq, kartoshka, piyoz va tushonka. O'sha o'zimizning eski qadrdon tushonkamiz. Tushonkani juda ham hozir juda ham trendga chiqdi. Har xil taomlarda ishlatishyapti, hattoki tushonkadan xonim ham qilishyapti. Lekin tushonkadan xonim qilishni tavsiya etmasdim. Nimaga? Chunki xonim ichiga qiyma yoki to'g'ralgan qo'y go'shti, mol go'shti solishadi. Tushonka solsanglar, go'sht ipir bo'lib ketadi. Yeganda yoqimsiz bo'ladi. Go'yoki ip bo'lib ketganda. Shuning uchun tushonkadan xonim qilishni tavsiya etmayman. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib piyoz.
Sarimsoq juda ham zo'r. Hozir shamollashlar avj olgan payt solish shart bo'lmagan taomlarga ham har doim men sarimsoq solaman. Va kartoshka. Kartoshka solsanglar ham bo'ladi, kartoshka solmasanglar ham bo'ladi. Men bitta kartoshka sovuraman. Oyim kartoshkani juda yaxshi ko'radi, shuning uchun kartoshka solaman. Va tushonka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, labbi. Stop! 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 Ha? Kimsiz o'zi? Aziza pulta parida. Chaqaloqligidan ta'lagini pul bilan ko'tarishgan. Hozirda Insta prodyuserlik bilan shug'ullanadi. O'ziga Insta olamida mashhur pul keltiradigan yor qidirmoqda. Salom bering oldi. Assalomu alaykum dedim. Ey, Jama bobojonov oshxonasi shu yerdami? Ha, shu yerda. Jama bobojonov oldiga keldim. Siz kimsiz? Voy, Jama bobojon foldiga kelgan bo'lsangiz nima qiling? Oldi mundoq odamlar ko'rishadi, o'tiradi mundoq. Nima qilganingiz bu? Nima bo'yicha keldingiz? Ha, siz. E'lon bo'yicha keldim. E'lon bo'yicha ishim bor edi. kelgansiz. Ha. Siz nima qo'riqchimisiz bu yerda? Xola? Ha, qo'riqchiman. Nima edi? Menga qarang, e'lonni meni bolam bergan emas, Jama bermadi. Men berganman. Tushundingizmi? Qani o'tiryapti? O'tiring, o'tiring. O'tiring, o'tiring. Demak, siz bilan gaplashaman, a? Albatta men bilan gaplashasiz. Bo'ldi. Shoshayotgan bo'lsangiz ham, boshqa bo'lsa ham. Chunki qizim, Labbi. endi o'zbekchilikda. Menga qarang qizim, endi Stop. Hozir to'xtang, men yozishni boshlayman. Savollarim ham bor, o'qib beraman. Sizga o'zi qanaqa kelin kerak? Ishlaydigan, pul topadigan kelin kerakmi yo uyda xizmatkor kerakmi? Voy, tavba qildim. Nima deganingiz bu? Tushunmadim. Voy, Aniqlashtirib olaylik. Siz ham men ham vaqtimizni bekor ketkazmaymiz shunda. yo tushunaman, lekin menga qarang, o'zbekchilikda o'zbek qizlari sal bundoq yumshoq tabiat, ibo hayo bilan gaplasharmidi deyapman-da. Menga qarang, to'xtang. Mana misol o'zimni aniq qiling. Haligi o'zingiz nima ish qilasiz? Biznesmenmisiz? Yo'q. Ozgina shartda kiraman, shuning uchun oldindan uzr. Biznesmen emasman, zamonaviy kasb sohibiman. Hozirgi kunda Instagram ijtimoiy tarmoqlari, Facebook, boshqa platformalarda kurs sotadigan mutaxassislar bor, bilasizmi? Ana ularni yulduz qilgan men bo'laman. Nima dedi? Prodyuser, Insta prodyuser. Yo'q, platforma. Bu pul beradigan joymi? Ha, har xil platformalar bor. Perflux Pul orqali beradi. pul topsangiz bo'ladi. Juda ham ko'p. Ana o'shalarni u yoqda yulduz qiladigan, ularga ko'proq pul topishga yordam beradigan, ularni mashhur qiladigan va mutaxassisligini millionlab odamga
sotishga olib keladigan odam men bo'laman. Bu insta prodyuser deyiladi. Insta produktor. Prodyuser. 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 Voy dahshat. Demak, rosa pul ishlar ekansizda? Endi o'ngga chapga ozgina u yoqqa bu yoqqa Unaqa deganlarida. qizim, unaqa demang. Unga chapga demang, chiroyli qiz ekansiz. Yaji bo'lmaganda kulib aytingda, unga chapga desangiz, tushunib olaveraman o'zim qizim. Mani o'g'lim juda ham yaxshi yigit. Shunaqa odobli, shunaqa axloqli Mana qarang. yigitmisan, yigit. Ishonasizmi? Qurslik qilmaydi, qo'pol gapirmaydi. Unisiga taomlarni pishirganda xilma-xilini pishirib tashlaydi. Pul. Men hozirgi topadigan pullarini 5, 10, 15 baravarga ko'paytirishga o'g'lingizga yordam beraman. Ularni ijtimoiy tarmoqlarni 100% yo'lga qo'yib, uni upakovka qilib, Nima bitta upakovka deyiladi, tovar. Nima degani? Uni keyinroq tushuntiraman. Bu sohani o'qishingiz kerak uning uchun. Upakovka qilib, bitta target yoqib To'xtang, tushundim. O'rab chirmab degani. o'rab chirmab. Bitta target yoqib olsangiz, erta voronka to'g'ri qo'yilsa, call center Nima yo'llanadi. qo'yilsa? Voronka deyiladi. Nima u call center voronka? yo'llanadi. Mijozlantirish oqimi. Ana o'shandan Odamlar o'g'lingiz tushib turadimi? pul tushib turadi, opa. Pul. Pul tushib turadi. Voy, ajoyib ekansiz. Shunda- O'sha platformaga pul tushiradi muzdan o'zi. O'sha pullar haligi voronkadan tushadigan pullar naqd beriladimi? Naqd tushirmaydi, kartadan kartaga o'tkaziladi. Soliqlardan to'lash shart emas, uni ham sal qochish yo'llari bor hozirgi kunda. Hali uni qattiqlashtirib qo'yishmadi, shuning uchun yana 5% dan 25% gacha bundan ozgina tejab qolishimiz mumkin. Kartaga tushadi. Ana o'sha pullar. Xohlasangiz sizga naqd qilib bankdan yechib olib kelib beramiz. Xohlasangiz ko'kida olib kelib Mani beramiz. pensiyam kartaga tushadi-da. Lekin xuddi mendan ana ushamaydi, nima olib qolish kerak, mendan olmaydi uni. Shunaqa Men qilib- to'liq olaman pensiyam. Mening pensiyam yaxshi, Xudoga shukr. 10 million yo'q, 9 million 999 so'm olaman. Menga qarang qizim. Labbi. Voy, shu deganingizchi, haligi pul degan joyi juda ham yoqdi-da. Siz bir narsalarni sotib mani hech narsam yo'q, nimani sotib berasiz? Qarang, men mutaxassislarning kursini sotaman, mutaxassisligini sotaman. Mana o'zingiz nimalar bilasiz? Eng zo'r qoyillatadigan narsalaringiz nima bo'ladi? O'shanga qarab, biz sizni upakovka qilishimiz mumkin. Voy, she'r aytishni juda ham qoyillataman. G'azallar o'qishni qoyillataman. Ayting. Raqsga tushishni yaxshi ko'raman. She'rdan boshlaylik, unda boshlaylik. Nimadan? She'r. Masalda. Uzr, yoshingiz nechida edi? Yoshim hech kimga yetmaymi? O'rtacha. Yosh farqi bilan. Yoshimni 0 qilib qo'yavering. Demak, Nol. 55 deylik. Mayli, 55 yoshli. 5 bo'ladi. Ha, chiroyli. Men hozir masala o'qib beraman, xo'pmi? Ayting. Zaxcha yerda daraxtda pishloq. Tulki kelib gap qotdi shoq. Azizim, voy jonginam Zaxcha, ovozingga qoyildir barcha. Dovrug'ingni eshitdi birdan, voy sevindim chindan. Shundan beri men senga muhtoj. Sayrab yurgin yo'qdimi o'rtoq? Qoyili. Yoqdimi? Zo'r. Hozir bir fikr keldi. Ha. Hozircha she'r aytishingiz zo'r. Siz bilan sahna She'r emas, bu masal. masal. Farqi yo'q. Uni Yana bor, diplomli tulki bor. Yanami? Bo'ldi, ayting. Bu ham anaqa. Masal. Ayting. Bu haligi o'qishga kirolmaydiganlar haqida, o'zi Ikkichilar haqida. Ikkichilar haqida. Bir amallab tulki tez kunda diplom olib sevindi juda. Maymun bilan ikkovi birga yo'llanmani olishdi sirkka. Komissiya tuzilib, shu on ishga qabul qilindi maymun. Tulki voyga kelganida gal bo'lib qoldi shivir sal. Enima yo'g'o olibdi diplom. Hayfunga darvoz degan nom. Tulki shunda ikki bukilib o'rganarmi? Der imo qilib. Komissiya raisiga ham chap ko'zini qisdi o'shadan. Tulki bo'lib ketinglar. Siz bilan bilasizmi? Bomba kurs qilsa bo'ladi. Sahna nutqidan kurs qilamiz, sotamiz, sahna nutqi bo'yicha. Shundoq. Mashqlarni bilaman, sahna nutqidan. Yo'q, mashq bilishi shart emas. Men shundoq Rossiyadan kurs olaman, uni o'zbekchaga tarjima qilaman, sizga beraman, yodlab olasiz, shuni mashqlar bitta mashqni eshitding, masalan, aniq
unli harflar aniq yetishmasa. I, E, A, O, U, I. Endi uni boshiga bo'ldi qo'shib. qarang xolajon Men miyangizni bi, qiynamang ba, bo, sen bi, ba, bo, u, bi, ba. Shunaqalari ham bor-da, bilaman. bo'ldi siz yana raqs degizmi upakovka qilayotganda qo'shimcha bonusi ham bo'lishi kerakda qani bitta raqsga tushib beringchi uni ham bitta ko'ramiz Musiqa. mana gul uzilsa go'zal Siz aytasiz. man aytib turaman ozodbek nazarbekov Voy, juda yaxshi ko'raman. Bo'ldi, Ozodbek Nazarbekovning qo'shiqlariga har doim xiromon etaman. Menga qaramayapsiz-ku? juda chiroyli o'ynayapsiz ilhomim kelib ketdi shunga qo'shib qo'yyapman Voy, belim og'rib qoldi. hech qisi o'tiravering judayam chiroyli o'ynayotgansiz Grijam o'zida, grijam bordi. 6 ta grijam bor. Bo'yimda 3 ta, belimda 4 ta. 7 ta, 7 ta. pul bosib qo'ysa o'tib ketadi opa pul bosish kerak bu yoqqa ha chunki bu kurs pul ichi bog'lasa, ha, to'g'ri. demak kurs oxiriga raqsdan ham darslar qo'shamiz aytganimdek rossiyadan man kurs sotib olaman uni o'zbekchaga tarjima qildirtiraman siz bilgan mashqlarni ham qo'shamiz man sizga tarjima qilingan zo'r o'zbekchadagi narsani beraman siz uni o'zbekchada yodlab olib xuddi shuni kameraga aytib berasizda bo'ldi oyiga 150 ta 250 ta odam kamida o'qita olamiz sizni Birovlarni gapini talantingiz o'qib bilan. beraman. Faqat muammo emas Bilib qolsa nima bo'ladi? butun Instagram shunaqa qilyapti nimaga siqilasiz sizga undan ko'ra zo'r biznes taklifim bor opa To'ppotir, o'shaning uchun Instagramni ko'pchilikcha yosh ko'talar bilasizmi nomini nima? Instagram deyishyapti. Grom bo'ladigan joy ekan, uni bilasizmi? Ani YouTube ulgurdigan joyichi g'irt ig'voni makoni yutib yuborar ekan. O'shaning uchun YouTube ekan u. Yutib yuborar ekan. Uni u YouTube'ga chiqmayman-a? yo'q YouTube'ga ham qo'yamiz kurslaringizni yo'q, qisqacha qilib chiqmayman. Yo'q, qisqacha qilib sizni kursingizni faqat sotib olganlik uchun maxsus hamma ko'ra olmaydigan qilib joylaymiz albatta joylaymiz Hech kim boshqalar meni hisobimdan trendga chiqib pul ishlamaydi. yo'q kursni qizdirish uchun u muhim narsa Men endi shu yoshimda trendni bildim. opa siz trendni yondirasiz man faqat bitta shartim bor jamani ko'ndirib berasiz man sizga evaziga 5000 beraman 5000? 5000 Ko'kidami? ha ko'kida Ko'kida? ko'kida Naqd berasizmi? Xohlasangiz naqd beraman, xohlasangiz kartaga o'tkazib beraman, xohlasangiz kriptovalyutaga o'tkazib beraman. Yana bonusi bilan 5 to'ydan keyin yana 5000 beraman sizga. Bo'ladimi? Kelishdik. Endi eshik og'asidek eshikni oldida turmasdan ichkariga kirishga ruxsat berasiz. Boraman, faqat kelin salom qilib bering bitta. Shunaqasi ham bormi? Endi bir marta kelin salomingizni ko'ring. Mayli 5000 dan haligi ozginasini nima qilib yuboramiz, haligi nima deydi, chiqarib tashlaymiz kelin salom uchun. Men tayyor qilib turaman, mana shundoq tayyor turibdi. O'zim o'rganaysizda mana bitta kelin salom qilib bersangiz bo'ldi. Qizil shundoq tayyorlab qo'yganman, qarang. O'zim o'rgilay. Voy, asal qizman. Voy bu, qaranglar chiroyligin. Bu aniq shunaqa taqiladimi? Ha, shunaqa taqiladi. Sochlaringiz chiroyli, yuzlaringiz ko'rinib tursin. Voy chiroyligim. Qara, $5000. Qani. Ha, boshlang. Salom, kelin salom, qaynonasiga salom. Bo'ldi. Keling, vaqtni ketkazmaymiz. Men ichkariga kirib, Jamshid bilan gaplashib chiqaman, xo'p? Xo'p. Naqda? Aniq. Siz Jamshid ko'ndiring, naqdi mendan. Qolganiga hech ham siqilmang. Xudoga shukr. Voy baba. O'g'limni pulga sotdimmi? Unaqa emasdimi? Qanaqa ko'ndirib qo'ydi bu qiz meni? Voy tavba. Tavba, esim ketib qoldi. Voy o'ylay, $5000 ga sotdim. Ha, bu bolam butun dunyo boyligiga alishtirmayman deganman. Ya, hech ham. Baribir o'g'lim ko'nmaydi bu qizga. Aniq ko'nmaydi. Chunki o'g'lim pulni yaxshi ko'rmaydi. To'g'ri qiladi. Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Jama sizmisiz? Ha, manman. Sizga bir taklifim bor edi, ishim bor edi. O'tiring, gaplashib olamiz. O'tiring, marhamat. Hop. Xullas, gapni indalosiga o'tadigan bo'lsak, men sizni mashhur qilmoqchiman. Man mashhurman? Yo'q, undan ham mashhur qilmoqchiman. Yana qo'shimchasiga boy qilmoqchiman. Boyman? Mana masalan, qancha topasiz? Yetarlicha. Uni endi 5 ga yoki 10 ga ko'paytiring. Hop. Ana, mana shu haqida keling, bafurja gaplashib olamiz. Hop. Bo'ladimi? Men Insta prodyuserman. Ya'ni Instagramda kurslar sotishni yo'lga qo'yadigan insonman. Sizni to'g'ri yo'lga qo'yib, kontent strategiya tuzib turib, sizni kurslaringizni sotamiz. Faqat 50-50 ishlayman. Nafaqat kurslaringizni, broshurkalaringizni, retsept kitoblaringizni hamma tarafdan bosish kerak. Man 50 ga ishlamayman. Qanaqa ishlaysiz? Men umuman ishlamayman. Unaqa demang, mayli, 80 ga 20 deydi. Shunda 20 sizniki 80 menikimi? Shunaqa? Men umuman ishlamayman. Ha, mayli, uchonchadan buchonchaga hech narsa qilmaydi. Mayli, siz bilan shundog'iga ishlayman. Tepa-tekin ishlaysiz. Tepa-tekinga ishlayman. Nimaga tekin ishlaysiz? Bir oila bo'lganimizdan keyin uchonchadan buchonchaga, buchonchadan uchonchaga nima farqi bor? Oilaviy byudjet bitta bo'ladi. Shunda men hozir sizga uylansam, siz tekinga menga prodyuser bo'lasiz. Shunaqa. Men sizga tekinga prodyuser bo'laman. Men sizni umumiy Instagramingizni yuritishni, yo'q, bu bilasizmi? Yo'q. Birinchidan, ismingiz nima? Ismim Azizaxon. Azizaxon. Labbay. To'g'ri tushunayman, Instagramda ishlamayman. Menga mashhurlik, boylik, unaqa kurslar umuman kerak emas. Boya pul deganimda ko'zingizdan olovlar chaqnab ketdi. Yo'q, meni oshxonamga hech kim o'zidan o'zi kirib. Mana yaxshi tomoni, mana. Qarang. Oyiga 10 milliondan eng kamida 25-30 milliongacha topish imkoni bor. Sizni ovqatlaringizni yeb ko'rdim. Mana shu asnosida siz bilan siz topayotgan pulni 5-10x qilishimiz mumkin. Hozirda Instagramdan odamlarni aldab kurs sotishdan oson narsa yo'q. Hozir shunchaki psixologiya deb psixolog so'zini gapirishni bilmaydiganlar ham oyga 10 million, 15 million qilyapti Jamshid. Shuning uchun bekorga sizni bu hunaringiz, bilmingiz, bo'ybastingiz bekor ketmasin deyman-da. Men xalqqa aldab pul topmayman. Menga ana pul pechat qiladigan mashina kerak emas. Menga jozibali ayol kerak. Menga qarang. Gapni qisqa qiling, xo'pmi? Jozibali ayolni boshingizga urasizmi? Uyga tozalaydiganchini bir oyga yonlasangiz 3 million so'm. Undan tashqari bolalaringizga boquvchi yonlasangiz, u ham 3,5 million, 4 million so'm. Bu degani 7 million so'm. Ana uni buni oling, dastavkalaringiz bilan hisoblang. Bor yo'g'i 10 million so'm yo chiqadi, yo chiqmaydi. Biz siz bilan, ya'ni siz men bilan 25 milliondan ortiq topishingiz mumkin. Siz buni hech ham tushuna olmayapsiz. Aqlingizga sig'dira olmayapsiz. Siz aytayotgan 3 million uy tozalaydigancha, 3 million enaga, dastavkalar bilan 3 million, 10 million. Keling siz bilan 25 million topmaydi, siz keting to'g'risi. Menga xalaqit qilib beryapsiz. Kerak emas menga. Jamshid aka, nozik ayol xohlaganmidingiz? Endi hozir nozik tushuntiraman. Ikkita quloqingizni ochib eshitib oling. Men bilan bunaqa uchrashish uchun odamlar oylab navbat kutishadi. Pul to'lab kirishadi. Agar xohlasam, sizdakalarni 10tasini sotib olib, polkaga qilib tizib o'tkazib qo'yaman. Bu birinchidan, mana nozik gapiryapman. Ikkinchidan, siz bor yo'g'i oshpazsiz. Sizdagi oshpazlar 40 mingta Instagramni oshpazni boshiga tushib. Tiqinmay, hammasi yaxshi bo'ladi. Undan tashqari qilayotgan ovqatlaringiz ham uzr, bir tiyinga qimmat ekanda. Ovqatlaringiz boshingizda qolsin. Shunchaki bo'yingiz baland bo'lganiga bir-birimizga mos tushamizmi deb o'yladim. Odam tilidan tushunmas ekansiz. O'sha tog'chaga terib qo'yadigan oshpazlarning ichida aniq Jamba Bajanov bo'lmaydi. Oyi!
Salomat bo'lasiz, yaxshi qolasiz. Bo'lmadi. O'xshamadi. O'xshamadimi? Yo'q. 5000 ni boshqa odamga beradigan bo'ldim. Voy, to'xtang, menga qarang. O'g'lingizga O'g'lingiz bilan ishlamasangiz, men bilan ishlavering. Men bilib qo'ying, Jamshid voz kechmadilar, men voz kechdim. Jamshid uchun siz bilan ishlamoqchi edim. 50% o'zimda qola qolsin, sizdagi boshqaruv menga kerak emas. Sog' bo'lasiz. Ha, aytib qo'ying, ovqatlari babshirin emas. Bo'ylari ham men tasavvur qilgandek baland emas ekanlar. Voy tavba. Tavba qildim. O'zim biluvdim shunaqa bo'lishini. O'zim atayla $5000 rozi bo'ldim. Lekin afsuski, bo'lmasligini ham bilgandim. Men hech qachon bolajonimni sotmayman, chunki meni bolam bebaho gavharim. Bu dunyoda topgan meni bebaho gavharim. Ming bor uzr, qaynonajonlar. Bu gaplarga e'tibor bermaydi. Oyi, oling. Bolam, men qara, nimaga yo'q deding? Oyi. Qara, rosa pullar ko'p ekan-u. E? Boyib ketardi-ku. Nima yomon yashavamizmi? Yo, undan ham boy bo'lib ketardi-da. Yetti muchamiz sog', yeyishga mana non tuzimiz bor. Nima qilasiz unaqalarni? Hamma narsa pulga chaqadiganda. Sizni ham pullab yuborardi. Yo'q, meni pullamaydi. Men nimani pullaydi? Qaragan chog'imda va seni pullashi mumkin. Qo'ysangiz-chi. Pullaydimi? Va qiziqsan, sen yorsan, chiroylisan. Shunga qo'rqdingmi? Meni pullab yuboradi, sotib yuboradi deb o'yladim, yeyman hozir. Shundaymi? Pulni o'ylayapman. Ko'zim oldidan tap birdan pullar tushyapti-da, bolam. Oyi, shuncha pulni nima qilasiz? Meni topganim sizniki. O'zingiz ana 10 milliondan oshiq pensiya olasiz. 10 million emas, voy. Ha, 9 million 999 so'm. Mana 10 million emas. 10 million emas. Hali 10 millionga chiqqani yo'q, bildingmi? Xudo xohlasa, sen zo'r bo'lib ketsang, uylansang, orzu qilaman-da, 4 o'g'il, 4 ta qizing bo'lsa. Voy, 8 ta ya. Bunaqa qilibmiz. Pulimiz ko'p deyapsan-ku. Sizni o'zingizni eplash qiyin bo'lyapti. U yana xotin va 8 ta bola, 9 ta, siz bilan 10 ta. O'zing hozir aytding, pulimiz ko'p, hamma narsa yetadi. Ovqatlarni qotirib qilsang, hamma narsa 4 ta o'g'il, 4 ta qiz nima bo'pti? 5 ta, 5 ta. Menga qara to'xta. Qiz ko'rsang, birinchi, masalan, qiz ko'rsang, tasavvur qilgan, qiz bola yaxshi boqli qaynota bo'lasan. Xuddi bo'ladi. Qara, menga qara, birinchi qiz ko'rsang, otini nima deb qo'yasan? Orzuying nima, bolam? Mehribon deb qo'yaman. Mehrimoq bo'ladi. Otasi mehribon. Mehrimoq degani bu oy, oy degan. Ham mehribon bo'ladi. Ham mehribon bo'ladi. Xo'p, o'g'il bo'lsa-chi? O'g'il bo'lsa, siz qo'yasiz. Men qo'yaman. Siz qo'yasiz. Men qo'yaman. Sen nima deb qo'yaman? Nima deb qo'yasiz? Jama deb qo'yaman. Ha, Jamshidovich bo'lar ekanda. Boshlang. Bismillahirrohmanirrohim. Yumshoqmi? Nima deb pishirding? Nima? Vermishelmi? Vermishel. Tushonka bilan birga. Juda ham mazali, hamyonbop va tez tayyor bo'ladigan taom. Ham tez tayyorlanadi. Tez tayyorlanadi. Shuning uchun sizlar ham shunaqa ajoyib retseptlarni bilmoqchi bo'lsanglar, har yakshanba Yoshlar telekanalida Bobojonovlar oilasini tomosha qilinglar. To'xta, gaplarim qolib ketdi-yu, orzularimni aytmoqchi edim. G'alatisani, to'xtatib qo'yaverasan, tugatib qo'yaverasan. Men ham gapirishim kerakmi, nima? Qilma menga, xo'pmi? Men ham onaman, men ham dardlarim ko'p, mana bu yerda dardlarim ko'p. Sizni dardlaringizni men eshitaman, teletomosha berlar bo'ldi, vaqt chegaralangan. Ertaga ishga borishlik kerak. Yakshanba kuni bugun. Ertaga ertalab kim ishga turadi agar siz hozir dardingizni aytsangiz tong otadi, oyi. Bo'pti. Yoshlar telekanalida Bobojonovlar oilasini ko'ringlar. Men shu o'g'limni uylantirishim kerak. Nima qilay? Tomosha qilinglar.